Gaplashadigan videomiz ozgina uzun bo'lishi mumkin, lekin sizga foydali bo'ladi deb o'ylayman. Nima haqida gaplashamiz? Birinchisi, bir tomonda Amo CRM, Bittrex va boshqa turdagi tayyor CRMlar va ikkinchisi noldan ishlab chiqariladigan CRMlar. Bu ikkalasidan farq haqida gaplashamiz. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, hammasini tushunib olasiz. Ikkita CRM bir-biridan taqqoslaymiz. Birinchisi variantida Amo CRM yoki Bittrex yoki boshqa CRM turlari, ikkinchisida qo'lda ishlab chiqiladigan va sizning qanaqadir so'rovlaringiz asosida qilinadigan CRM. Birinchisida nima bo'ladi? Birinchisida sizda call center bor va call centerga kunlik qanaqadir 10 ta, 20 ta, 30 ta, millionta qanaqadir leadlar kelib tushadi. O'sha leadlarni obro'botga qilishingiz kerak. Masalan, nechtasi obro'botga bo'ldi, nechtasi qolib ketdi, nechtasi biz bilan shartnoma tuzdi va qaysi kanallardan u kelgan, varonkani qaysi qismida slip bo'lyapti, hammasini nazorat qilishingiz kerak bo'ladigan bo'lsa, sizga tayyor CRMlar yetarli bo'ladi. Agar sizda ikkinchi qism bo'ladigan, masalan, noldan razraботga qilish qachon kerak bo'ladi? Qachonki siz u CRMni kelayotgan leadlarni boshqarishdan tashqari, uni har bitta klientning qanaqadir oylik to'lovi bor, например, misol uchun qanaqadir siz xizmat ko'rsatadigan, siz ko'rsatadigan xizmat qanaqadir bo'lib to'lashga yoki masalan telefonni bo'lib to'lashga sotasiz deb hisoblaylik va har bitta mijozlarni kiritisi, chiqdisi, qancha qarz, qanchaga olgan va qachon to'lash kerak va har bittasini to'lovlari biz SMS jo'natish, shunga o'xshagan qanaqadir hammada uchramaydigan biznes turi bo'ladigan bo'lsa, o'shanaqa biznes turlariga siz noldan razraботga qilganingiz yaxshi. Agar sizda faqat call centerni avtomatlashtirish kerak bo'ladigan bo'lsa, birinchi turdagi sizga yetarli. Agar sizda qanaqadir qolgan jarayonlar, to'lovlar, boshqa narsalar, unga xizmat ko'rsatishlar, garantiyalar, boshqa narsalarni boshqarmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, unga siz noldan razraботga qilishingiz kerak bo'ladi. Chunki birinchi turdagi CRM sizga tushmaydi. Uni noldan razraботga qilib, har bittasini funksiyonallari bo'yicha sizni qanaqadir so'rovlar bo'ladi. Misol uchun, mijoz qanaqadir nechadir kunga kechiksa, birinchi kun kechiksa bitta xabar, ikkinchi kun kechiksa yana bitta xabar, uchinchi kun kechiksa avtomatik misol uchun bank kartalariga taqiq qo'yish, xuddi shunaqa funksiyonallar deylik, xuddi shunaqa funksiyonallarni yozib, tayyorlab, sizning talabingizga mos qilish kerak bo'ladi. Ana shu yerda tayyor programmalar yordam bermay qoladi. O'shanda biz yordamga kelib, xuddi shunaqa programmalarni razraботga qilib beramiz. Agar sizga birinchi turdagi ham, ikkinchi turdagi ham CRMlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Rahmat.